Salom azizlar, qadrli tinglovchilar, Xudoning tinchligi yor bo'lsin deya jonli efirimizni boshlaymiz. Xudoga shukr, navbatdagi jonli efirda yana sizlar bilan diydorlashib turganimdan juda ham xursandman. Bu safargi jonli efirimizda ham bir imonli opamizning hayotida bo'lgan Xudoning ishlari haqida opamizning guvohligini eshitamiz. Sabohat opa, aloqadamisiz? Marhamat, gapirishingiz mumkin. Eng asosiysi mani hayotimda 2023-yil tugayotgan 24 boshida mani boshimga og'ir bir dard dard tushdi. Manga diagnoz qo'yishdi onkologiya deb. Man o'zim bu kasal shunaqa o'zidan belgi bildirilmas ekan. Birdan shunaqa bo'lib qoldi, shu sezildi. Shu nimadan ayollar nimasida yo'li bo'yicha. Man yurdim o'zimga olmasdan, jiyanim kelib, bitta jiyanim keling bitta doktorga u sezgan ekan, doktorga olib bordi, ko'rdi, doktorlari ko'rdi boshqa poliklinikada. Ertaga keling, ko'ramiz, nima qilamiz deb manga unaqa nima qilmadi, panika qilmadi. Keyin man yo'q, nimaga birov bitta boshqa nima poliklinikasida boraman, o'zimnikiga boraman, o'zimni nimasida turaman deb man o'zimning poliklinikaga bordim. U yerda shunday shu ayollar maslahatxonasi vrachi mani ko'rib, tekshirib, srazu panika qilib, siz qanaqa yuribsiz, быстро в онкологию deb mani onkologiyaga yo'llanma berdilar. Lekin judayam bo'yma bo'lib ketdi. Man endi o'sha payt o'sha poliklinikadan chiqib onkologiyaga borish yo'lini, man u yerda qanday boraman, man qanaqa ahvoldaman, oyog'im ishlamaganday sezdim. Bir qanaqadir ko'chadan o'tyapman, sezmayapman qanaqadir, lekin o'zimni qo'lga olishga harakat qildim, lekin hech kimga indamadim. Opalarimga hech kimga indamadim. Bitta man yetaman, yana girdi atrofdagilarimni nimaga qo'ymay dedim. Shanba kuni edi, dekabr, 16 dekabr. Yo'q dedim, shu bugun ketaman. Dushanba kunigacha man nima qilolmayman dedim. O'zimni qo'lga olib to'g'ri o'zimizni Samarqand onkologiyaga ketdim. U yerga ketguncha mani holatim, u yerga kirib, u yerga doktorga uchrashib, uni faqat man bu haqda nafaqat gapirib berish, bu haqida man eslashni xohlamayman. Lekin manga bu judayam og'ir bo'lsayam, lekin man o'zimga og'ir bo'lmaslik uchun buni o'zimga saqlab qololmayman. Man bu haqida gapirib berishim kerak. Chunki mani yuragimga shuni Xudo solgan. Qanaqadir man qanday hozir tushuntirib beryapman, qanday bu nima bo'lyapti man bilmayman. Qo'limdan kelgancha man harakat qilyapman. Man shu onkologiyada kirib bordim. Mani ro'yxatga olishdi, kartochka ochishdi. Man vrachga kirdim. Vrach ko'rdilar. Kishiyam nima shunaqa analiz topshirildi. 2 soatda tayyor bo'ladi, 15 kunda tayyor bo'ladi. 2 soatda tayyor bo'lgani, u 2 soat man uchun 200 yil bo'ldi. 2 soatda tayyor bo'ldi. Analizni ответlari kelib vrachimga berdim. Kishi shunday qaradilar-u, kishini menga beradigan javob уже kerak emas edi, chunki u kishini aftidan man bildim, u yerda уже yomon javobda. Keyin bo'ladi, yana 15 kunda kelasiz, ikkinchi analiz tayyor bo'ladi, ungacha mana bularni topshirasiz deb mani chiqarib yubordilar. Endi 15 kun men uchun qanaqa kun bo'ldi. Uyga keldim, hech kimga indamayman. Xo'jayinim uzoq yo'lda edilar, uzoqda. Kishiga ham aytmadim. Bitta g'am yeydigan odam qamaysin. Kishini kelgani menga yana nima, kishiga ham og'ir bo'ladi deb hech kimga aytmadim. Bitta jiyanim faqat uyimga kelishi kerak edi. O'sha постоянно yonimda shu jiyanim bo'lardi. Shu jiyanim bildi. Yo'q, xolamazni tashlab qo'ymayman bu ahvolda. Shu nimani endi o'zimdan o'tganimni o'zim bilaman. Shunaqa man qiynalganman, man aytganman, Xudoyim deganman, Rabbim man shu kasaldan, o'limdan, bu kasalni hamma biladi. Bu kasalni oxiri nima bilan bo'lishini hamma biladi. Man o'sha o'limdan qo'rqmaganman. Man shu kasalni nomidan qo'rqaman. Man shu kasal bilan og'riganimdan, menga shunaqa diagnozdan qo'rqaman. Bundan oldin 15 kun все-таки o'tdi. Bunisini aytib beray. Birinchi 15 kunda man bordim, analizni ответini oldim, vrachga kirdim, telefonimga rasmlarni birinchi oldim. Vrachga kirdim, vrach ko'rdi, yana shu holat. Vrachni aftidan man уже hali u vrach menga javobni aytmasdan man уже bildim, manda qoniqarsiz javob degan.
Keyin u kishi mani tinchlantirishga harakat qildi. "Bu unaqa emas, o'zingizga nima qilmang, kelasiz, bitta ximyo olasiz." Shu hamma biladigan shu nimalarni manga berdilar. Man u yerdan bir ahvol bo'lib, уже заключительный manga diagnozlab keldi. Shundayam man xo'jayinimga, yaqin atrofga hech kimga aytmaganman. Faqat ana shu bitta nima jiyanim, o'g'lim uzoqda Toshkentda ishlaydi. O'g'limniyam o'ylasin, man uniyam беспокоить qilishni foydasi yo'q deb ungayam aytmadim. Kerak paytda baribir bilib oladi bular deb o'zimga o'zim man уже paniknik yasab qo'ygan edim. Даже qizim bir uyda o'tiramiz, qizimga aytmaganman. Lekin faqat ana shu paytda, yana man bu bilan nima qilmadim, chegara olmadim. Yana boshqa doktorlarni ko'rdim. Balkim adashgandir, balkim bunaqa bo'lishi mumkin emas. Keyin man nimaga mumkin emas deb o'yladim. Nimaga? Man Xudo manga nima bergan bo'lsa, bu man unga chidashim kerak, buni qabul qilishim kerak. Lekin man nima uchun Xudoga murojaat qildim? Xudoyim hozir man dedim, man haqiqatdan shunaqa kasal bo'lsam, man o'limdan qo'rqmayman. O'lim yutuq degansan, mayli. Lekin man birinchidan shu kasaldan qo'rqaman. Shu kasalni nomidan qo'rqaman. A, mani sani tanlaganimni, sani yo'lingdanligini mani biladi. San endi mana shuncha kasal bo'lib, bunday bo'lding, mana sani oxir ahvoling shumi? Man shu kasallikda qanchalik qiynalgan bo'lsam, mana shu o'y mani kasalligimdan ortiq qiynadi. Man qanaqadir o'zim xohlamagan darajada sani yuzingni, nuringni ko'rsatolmayman-ku. Mana shu bo'ldimi sani oxiring deydi-ku odamlar. U yog'i endi qanday bo'ladi? Xudoyim man o'lib ketaveraman degan shunaqa bir fikrlar bo'lgan. Qolaversa mani qizim nima hali shu yil maktabni tugatgan, man onaman, shu onani nimani chувство deydimi, san bergansan, onalik mehrini san bergansan. Man baribir bitta qiz o'zi, man ona kerak, qizim uchunam deb nima bo'lsa deb shunaqa Xudo bilan man gaplashganman, lekin man Xudodan javob olmaganman. Javobini o'zini vaqti kelishi kerak bo'lgan. Baribir boshqa doktorlarga ko'rsatdim. Boshqa chegaralamadim bu bilan. U yerdayam shunaqa javob chiqdi. Keyin baribir man uncha o'zimga nima qilmadim. Keyin o'zimizni imonli nimamizdan, imonli vrach bilan maslahatlashdim. U kishi ko'rdilar. "Keling, bizlarga operatsiya qilasiz" deb. Keyin man analizlarimni onkologiyani ko'rsatdim. Uni ko'rib, "Yo'q" dedilar. "Opajon, siz bunaqa qilmang, o'zingizni qo'lga oling, o'zingizni topshiring doktorlarga, biz imonlimiz, Xudo yordam beradi, boshqa iloj yo'q." Ibodatda yurganman. Qayerda nima bo'ladi, shu Iso Masih haqida mani birodar, opa-singillarim men uchun ibodat qilishgan. Shu bilan u kishi shu nimamizni gapi bilan man уже решаться qildim. "Mana Xudoyim" dedim, "mana man topshiraman o'zimni" dedim. "Mana man nima qilsang, mana nima qilsang qilasan endi" deb taqdirimga tan berdim. И больницаga, o'zimizda keyin nimaga bordim, onkologiyaga bordim. Bu yerda mani ko'rgan vrach, "Sizni" dedi, "nima" endi ular baribir естественно bo'ladigan, bo'lmaydiganiga bir xil gapiradi. Bo'ladi, yaxshi bo'ladi, hammasi u yoq, bu yoq. "Ha" dedim. Keyin kelib uyga to maslahatlashib ketgunimcha u vrach o'tishga ketgan, boshqa vrach. U unisi bu yerga, bunisi bu yerga. Man shunaqa bo'lib qoldimda. Endi man hayron qoldim. Man nimaga bu bitta normal doktor topolmayapman. Boshqa vrachlar mani tanimadi, mani tariximni. Man o'zlariga unchalik ishona olmadim. Nima qilaman dedim. Xudoyim deyapman. Keyin o'g'lim Toshkentda edi. Endi o'g'limga jiyanim baribir aytganda, endi qanaqa endi ayam shunaqa deb unga nima qilib tushuntirgan o'g'limga. O'g'lim keyin yetib keldi. "Aya" dedi, "Bu nima qilganingiz shunaqa? Ey bolam" dedim, "Sani nima qilolmadim endi" deb man uni ko'nglini ko'taryapman. "Yo'q" dedi, "Buni bunday qo'ymaydi, man doktorlar izlayman, nima qilaman" dedi. Keyin shu orada onkologiya больницасini yuzida shunday qotib qolganman. Akamman bilan endi bitta qarindoshlar endi bilyapti, endi iloji yo'q, endi bu kasallikni yashirsang deydi-ku. Keyin u yerda iloj qolmagan. Bunisi nur deydi, bunisi unday deydi. Qanaqadir menga qaraydilar, hamma rahm ko'zi bilan. Man bir ahvolda. Keyin aytdim, "Man" dedim, "nima, operatsiya qildiraman" dedim. "Bu yerda bo'lmasa boshqa joyga" dedim. "Operatsiya qilasiz" deganda endi vrachlar. Akam endi mani g'amimni yeb, mani shunaqa urishyapti, "Qilmaysan." Endi u kishi mani g'amimni yeb, bu baribir bo'lmaydigan kasal, lishniy raz singlim qiynaladi, lishniy raz nima bo'ladi deb, endi peshonasida bor ekan deb mani qo'ymayapti. "Aka" dedim shunday qarab, "Siz nimaga menga
nima qilyapsiz? Siz oldindan nimaga menga nima beryapsiz? Mani shu kasaldan tuzalmaydigan tushuncha beryapsiz. Man tuzalaman dedim. Man bu kasal bilan kurashaman dedim. Ko'rasiz, man yutaman dedim. Shunda endi chiqyapman shahdam qiz qadam qo'yib onkologiya больницасidan endi piyoda kelyapman. Opam, jiyanlarim, jiyanim, akam orqamdan qayerga ketyapsan? To'g'ri taksi ushladim. Endi nimaga keldim? Bu orada o'g'lim Toshkentga ishi endi nima ishi bilan kelib ketishga to'g'ri keldi. To'g'ri, avtovokzalga keldim, bilet olyapman endi nimada, Afrosiyobda. Afrosiyobda сразу o'sha kunda bilet yo'q ekan. Mayli dedim. Paspортdan farqi yo'q. Man bugunoq уже Toshkentga ketaman dedim. Shu orada Toshkentdagi nimalarni izladim, o'g'limga aytdim. Bitta dugonam bor edi, dunyoviy. U ham bitta ikkita doktorlarni topdi Toshkentdan. Adreslarini berdi. Uyga keldim, chopib endi chamadonlarimni tayyorlayapman. Bir qanaqadir Xudo men bilan shunaqa ishladi. Uni endi u holatni tushuntirib berish qizimga aytdim. Qizim dedim, esingdami? Man bir tekshirtirishim kerak degandim akangni oldiga borib. Shunga boraman qizimga aytmadim. Bu естественно bunga og'ir botadi deb aytmadim. San dedim katta qiz bo'lding, uyga o'zing endi biroz qolib ketgan. O'g'lim Toshkentda, xo'jayinim uzoqda. Ham bu ahvolda qizim uni shu o'zini qo'lga olib, bildirmasdan, endi san katta qiz, mana xollalaring albatta qaraydi, lekin uyda san главный, san o'rganishing kerak deb endi ko'nglimdan mingta narsa o'tyapti-da, bu tayyor bo'lsin, bu baribir shunaqa bo'ladi degan fikrlar bo'lgan. Keyin narsalarimni olib, jiyanimni olib yarim kechada chiqib ketdik, poyezdga minib Toshkentga ketdik. Ertalab kirib ko'rdik o'sha ikkita, uchta vrachlarni. Bittasi o'tizga ketgan, bitta vrachni bizga to'g'ri keldi. Vrachga mani уже holim yo'q, madurim yo'q vrachga kirishga. Jiyanim bilan o'g'lim kirishdi. U kishi ko'rgan. Hamma shu yerdagi vrachlarda ko'ramiz. Nima og'ir, nima yordam beramiz deb o'zimni chaqirdi, ko'rishdi. Nima yordam berasiz manga deb manga nima qilishdi. Keyin u pullik albatta. Pulni to'ladik. Hay. O'sha kundan boshlab уже klinikalarga yotqizdilar. Menga ximiya qildirdilar. Ximiya oldim. Keyin u 21 kunda yana ikkinchisini olishim kerak. Javob berdilar. Uyga keldim. Shu orada 15 kunda уже sochlar to'kiladi. Endi u holatni man qiyin bu haqida gapirish, lekin shunaqa bo'lgan. Все-таки man shu 15 kun, 21 kunlik ikki ximiyani o'rtasida bo'lgan paytda jamiyatni o'zimizni birodar opa-singillarimizdan oilalari bilan xizmatkor, ular постоянно mehmon kutadilar, постоянно Xudoni xizmatida bo'lgan oilaniga qanaqadir ayollariga manda nima bo'lgan ochiqlik. U kishida uyda mehmon bo'lganda mani qizim orqali chaqirishdilar. Bu yomg'ir, sovuq edi. Qizimga aytdim, mayli boramiz taklif qilgan bo'lsa dedim. Keyin bordik. U kishi mana shu ibodat qilaylik shu kishi uchun deb mehmonlarga nima qilgan ekan. Keyin ovqatlanishdi, o'tirishdi. Man kirdim. Mani qo'llarini qo'yib, o'sha boshqa viloyatlardan kelgan ayollar mani ibodat qilishdi. 4-5 kishi kelgan. Yana o'zimiz ancha qo'llarini qo'yib, mani ismimni aytib, qo'llarini qo'yib shunaqa ibodat qilyaptilar. Endi shu singlimni shifo berganingga rahmat deyaptilar-da. Man endi o'zimda ichimda o'tyapti. Bu kishi bunaqa deyapti. Bu kishi javob beradimi ertaga? Oldindan rahmat deb tuzalganiga rahmat deyapman-da. Lekin shu narsani man shunaqa ibodatni bo'lligini bilaman, lekin o'sha paytda mani holatimga u esdan chiqqan-da bu narsa. Nimaga bunaqa deyapti deb o'tkazganman. Keyin bu kishi o'lmaydi, bu kishi xizmat qiladi, guvohlik beradi deb shunaqa ulardan parallel mana shuni ibodat qildilar. Конечно, man yengil tortdim. Конечно, man haqiqatdan ham o'sha 100% yaxshi bo'lganday o'zimni his qildim. O'rnimdan turib yig'lab, hamma bilan ko'rishib, действительно hammasi bo'lib o'tganday, o'sha kun o'tganday bo'lib uyga keldim. Qanaqadir ruhiy nima oldim albatta. Keyin ikkinchi ximiyamda bordim. Ikkinchisini ham oldim. Keyin uchinchisiga уже operatsiyaga meni tayyorlashdi. Operatsiyaga kiryapman. Endi qanday boshqa viloyatda bir o'zim shu paytgacha man hali xo'jayinimga aytmagan. Xo'jayinim biladi, что man lechение olyapman. Endi shu kishini bezovta qilmay, baribir nima deb endi bu oldimdagilar majbur bular bilishdi deb o'shanga bilintirmaslikka harakat qilganman. Lekin bu holatda xo'jayinimga bilintirmaslikni o'zi bu qanaqa mashaqqat. Kulib nimada, lekin shu operatsiyaga yaqin bo'lgan paytda birdan man u kishi videosyomkada mani videoda
Ma sochimga ko'zlari tushganu, sochim to'kilganini ko'rib, o'sha kun u kishi bilet olib tushunganda u kishi o'sha kunni o'zi bilet olib uchib kelganlar. Lekin man shunaqa kulib gapirardimda telefonda boshimda ro'molcha, u kishi bildirmaganmanda u kishiga. Uchib kelganlar, lekin baribir ham bu operatsiyadan keyin uchib keldilar. 2-3 kunda bo'ldi. 3 kunda bo'lganmi, uncha sal nima bo'lib qoldim hozir. Operatsiyadan kirayotganimda endi mani olib ketishyapti. O'sha paytda aytyapman: "Xudoyim" deyapman, "Mana ko'r" deyapman. Man san bilan mana yurtimda 7-8 ta vrachlar. Endi kiyimsiz bir ahvolda "San o'zing" deyapman, "Mani olib o't". Hech qanaqa hamma tomirimda ignam. "Manaman" dedimda, "Manaman. Man bilmayman nima qilasan man bilan". Shunday ko'z oldimda hozirgidek shunday tepada bitta sharpa, qo'lida qo'lida bir narsa. Man shu qo'lida o'zimni endi bu nima dunyoviy nimada внушение deyiladi, lekin bu внушение deyolmayman. Uni qo'limda olib o't deganda qanaqadir qo'lda manda nima bo'ldida, qo'lida xuddi man turganday bo'ldim. И narkoz nima o'tdi. И reanimatsiyada yotibman. Boshqasini eslolmayman. Keyin man oddiy nima bo'yicha yana bir marta operatsiya bo'lganimda endi man uniyam aytib berishni xohlardim, что vaqtim qolsa balkim aytib beraman, lekin men uchun bunisi asosiyligi uchun o'sha oddiy operatsiyadan keyin mani judayam og'riq qiynagan, qancha ukol, обезболивающий menga ta'sir qilmagan. Qizim tug'ilganida ham shunaqa, tug'ish jarayonida shunaqa bo'lgan. Endi bu operatsiya judayam серьезно, сложный operatsiya bo'lgani uchun наверняка manda og'irlik bo'ladi deb man shundan qo'rqqanman. Lekin menga shunaqa ukol qilishgan. Operatsiyadan keyin ham manda hech qanaqa og'riq emas. Man palatada keldim, reanimatsiyada то есть keldim, ko'zimni ochdim, o'g'lim kirdi, kelinim. Ularga endi imo ishora qilyapman. Endi menga teng ko'rsatishdi mani ahvolimni. A, Ular bilan imo ishora qilib gaplashdim, lekin hech qanaqa og'riq yo'q. Yonimda bir nechtalar yuribdi, ularniki shunaqa baqir-chaqir qilyapti. Ularni baqiriqidan man nima o'ylayapmanki, nima gap bular demak shunaqa og'riydimi deb, lekin bir ko'zimni yopib ertalab tursam soat 8 man uxlaganman. O'g'lim menga aytib beryapti-da: "Ya shunaqa nima deydi, siz shunaqa achinarli holatda", lekin dedim: "O'g'lim, man ana shu achinarli holatda chetdan ko'ringanman, lekin man o'sha yerda yotganimda o'zim uchun man achinarli emas edim", dedim. "Man qanaqadir tinch yotgan edim", dedim. Nimadan chiqdim, ertalab turdim, vrachlar almashindi, keldi men bilan uchrashdi, nima qildi, o'zimni operatsiya qilgan vrachim keldilar. "Qandaysiz? Siz bilasizmi", deyaptilar menga. "Siz bunaqa holat", deyapti. "100 tadan bitta bo'ladi. Siz omadli ekansiz", deyapti. Men endi hali unchalik gapira olmayman, yig'layapman. Endi u kishimga aytmoqchimanki, "Yo'q, man omadli emasman. Mani Xudoyim mana shifo berdi", deb endi aytmoqchi bo'lyapman. Endi pichirlab olmayapman. Keyin o'g'limga chiqib aytganki, onangga вообще hayron qoldim. Shunchalik nima bo'lgan, metastaz ham bermagan. Bu qanaqadir mo'jizaviy holda "Она будет жить", deganda. Keyin reanimatsiyada 3 kun yotdim. Birdan keyin palataga o'tkazishdi. 3-kunda keyin vot undan keyin yana man biroz nima bo'lib og'irlashib yana mani reanimatsiyaga yotqizganda o'sha kun xo'jayinim uchib kelgan. O'sha yerda ko'rgan ekan demakda. Sal man chalg'ib qoldim. Ertasiga mani nimada yotganimda man kapelnitsa qo'ygan. Ko'zimni shunday ochsam, reanimatolog aytyapti: "Sizga mehmon kerakmi?" Man hayronmanki, kim mehmon kelishi mumkin deb. Shunday qarasam, xo'jayinim reanimatsiya oldida turibdilar. Endi man qanaqa bu holat, maylimi deyapti, bir minut oldiga kirsam. Shunday keldilar, ha endi baribir unga ruhiy shuncha qiyinchiliklar. Albatta erkalandim, gapirdim, yig'ladim. U kishi yig'layapti, man yig'layapman. Dadasi "Mani u yerdan olib keting". "Конечно, ketmang, meni tashlab ketmang", deyapman-da. Endi man nimada bo'lgan, menga silni ukollar qilgan. "Yo'q", deyapti, "Man san uchun keldim. Qayerga ketaman tashlab? Man shu yerdaman, yoningdaman". Keyin mani nima oddiy отдельный palataga o'tkazishdi. Shu yerda keyin man уже asta-asta o'zimga keldim. Уже angladim, nima bo'ldi menga. Menga shunaqa ukollar qilishgan. Man unchalik ham nima qilib gapirolmaganman-da, unchalik tushunarsiz. Shu holatlarimni keyin menga gapirib berishdi.
qizim yonimda, qizim hamma ishni tashlab operatsiyadan keyin manga qarash uchun uchib ketdi buyam. O'g'lim o'sha yerda ishlardi. Xo'jayinim bitta oila bo'lib, o'sha nimada klinika endi shaxsiy nima bizga imkoniyat yaratib berilgan. O'sha yerda 3-4 kun, bir hafta bo'ldik hammamiz kirib chiqib. Man man bu bilan nima demoqchiman? Shunaqa og'ir kasallikni boshimdan o'tkazib, man oddiy ba'zi operatsiyalarda unaqa nima bo'lmaydi-da. Oilam oldimda manga shunchalik og'ir kasal nom berib, mani yengillik bilan shu kasallikdan mani Rabbimiz olib o'tkazdi-da. Keyin o'zimga keldim. Keyin xo'jayinga aytdim shunaqa, u kishiniki faqat mani urishdi. "San qanaqasan? San qanaqa? Неужели shunaqa narsani mandan yashirding? Hay dadasi, лишний раз переживать qilasiz. Mana o'tgandan keyin keldingiz. Kam har holda odam man uchun nima qil" dedi. Keyin u yerda yana bir hafta yotdik. Albatta endi u posleoperatsion holat, turib yurish, u mingta shlag, mingta nima. U baribir bu hammasi o'tdi, o'tgan endi orqada qoldi. Keyin vrachimiz manga keyin javob berishdi. O'g'limnikiga bordik. U yerdan o'zimizni Samarqandga keldik. 2-3 oy nimada yurdim под наблюдение. Keyin qo'shnilarimiz endi bizni ko'rishga kelmoqchi bo'lyapti. Man deyapmanki, yo'q, kelmasin, man xohlamayman. Man ularni sog'lom paytda man bunaqa xohlamayman. Man kasal ham bo'lmaganman. O'zimdan itardim-da bu kasallikni o'zimdan itardim. Lekin shu kasal больницада shu paytlarimda unchalik Xudo bilan bo'lolmadim. Xudoga murojaat qilardim. Qanaqadir bir isyonchada ham bo'lganman-da, nimaga iminiman, nimaga shuncha yanaman deganimda har bir Xudoga murojaatimga manga Xudo javob berdi-da. O'sha vaqt emas, o'zini vaqti soatida javob berdi. Man qizim uchun mani saqla, man qizim uchunam saqla deb so'raganimga Xudo keyin manga aytdiki, san qizing uchun albatta keraksan, lekin man sani birinchidan o'zim uchun, o'zim san shu guvohlik ber man uchun, ayt, bilsin odamlar, что tirik Xudo borligini bilsin. Qizing uchun onalik burching o'z yo'lida deb manga shunaqa ochiqlik keldida. Man buni уже hozir baralla ayta olaman. U uyda kelib qo'shnilarimni kirgizishga nima qilmadimu. Uni lekin uni o'zi bo'lmadi. Man bu ertakday bir o'yinchoq emas bu. Endi man просто nima qilib aytyapman. Uyga kelganda ham keyin yana 15 kunda 20 kunda yana ximiya olishimga to'g'ri keldi. Yana ximiyaga borib oldim. U operatsiyadan keyin ximiya judayam og'ir o'tdi. Judayam og'ir o'tdi. Uyga kelardim, shunaqa og'ir yig'lardim. Xo'jayinim yonimda, lekin bildirmasdim-da nimalarga. O'zimni faqat Xudoga nima qilardim. Faqat Xudo san mana xo'jayinim kelgan, rahmat, yonimda, lekin birinchi sandan bo'lsin. San nima deding? Saniki manga birinchi o'rinda. Keyin sal o'zimga kelib nima qilganimda aytdimki, dadasi, man bir ko'chaga chiqaman, anaqa yotolmayman. Man qanday yo'q dedim, man borman deb kuch topaman, kuchni deb. Bazarchikka boraman, bironta o'zimga narsa olib kelaman. Yaqinda bizda. Chiqdim, nima edi, yoz kuni. Nima oldim, ketdim, asta-asta ketdim. O'sha bitta, ikkita narsani oldim. Endi yengil, juda yengil narsalar. Прогулка deb. Endi kelyapman, qo'shnilarim qaytib kelsam, qo'shnilarim turibdi, mani ko'rib, "Voy!" deb hammasi turib mani yig'lab achonlayapti. "Voy, siz yaxshimisiz? Siz yaxshi bo'ldingizmi?" Yig'layapti. "Voy, xafa bo'ldik, nahotki man" deyapman. "Manga nima bo'ldi?" deyapman. "Man kasal bo'lgan." "Man kasal edimmi?" deyapman-da. Shunaqa ular kulyapti. "Siz judayam ajoyibsiz, shunaqa nima." "Man kasal edimmi?" dedim. "Mana man yaxshi" dedim. "Sizlar mani ko'rgani kirmoqchi ekansizlar. Mani nimadan ko'rasizlar? Mani yaxshi kunlarimda, to'ylarimda, mana qizimni uzatsam, shunaqa kunlarda sizlar bilan ko'rishni xohlaman." Ular shunaqa yig'lab, bular yig'layapti, man o'zimni tutib olgan. Uyga kirib aytdim, "Mani shunaqa qo'shnilarim bor ekan, mani shunaqa yaxshi ko'rar ekan bular" deb kirdim. Shu keyin asta-asta Xudoga shukr, Xudoni inoyati bilan man asta o'zimga keldim. 2-3 oyda yana tekshirtirishga borishga to'g'ri tekshirtirishga vaqti keldi.
Keyin tekshirtirishga bordik, yana analiz olishdi, yana hammasini MRT qildirishdi. Hammasi yaxshi, удачный. Keyin mani vrachim, endi mani operatsiya qilgan vrach xirurg, u kishi ana shu analiz olish, unaqa mayda-chuyda ishlar bilan shug'ullanmaydi-ku. U kishi faqat operatsiya, shu sложный nimalar. A bu manga qaraydigan vrach mandan analiz olib, nima qilib analizni tayyorlab, mani oldimda o'sha mani vrach, operatsiya qilgan vrach bilan gaplashyaptilar. Endi u kishim bilmaydi, что man buni yonida. Man shundan bilib oldim. Bu ham manga bitta ochiqlik bo'ldi. Э, Guvohlik deb ayta olaman buniyam. Vrach, o'sha operatsion vrach bu kishiga aytyapti, mana shu вот это vrach keldi, то есть patsientka mana shu больная keldi, analizlarni topshirdi, hammasi yaxshi deb u kishiga endi nima beryapti. Svodka deydimi endi, nima beryapti. U kishi u tomondan vrach aytyaptiki, iye deyapti, везет, да, iye deyapti. Buncha bu ayolga nima omad kulib boqyapti deyaptida, lekin u kishi bilmaydi, что man shu vrachimni yonidaligimni. Shunday manga qaradi-yu, bu vrachim, kichkina vrach o'rnidan turib borib yerga gapirdida, man чё ей так везет deyaptida endi. Shundan ham man bildimki, u kishi mani birinchi marta shu vrach ko'rganiga siz yordam beraman degan, lekin u shu meditsina yo'lida o'zlarini burchlarini qilganlar. Aslida mani yaxshi bo'lishimni faqat mani Iso tuzatdi. Man bunga 100% javob bera olaman, chunki uni men pulini to'lasaysan, o'sha nima operatsion jarayonda bo'ladigan ishlatadiganlarni hammasi u nima shaxsiy nima bo'lgani uchun pullik, lekin shu pulini ham to'lab o'sha yerdan odamlar olib ketgan через один odamlarni ko'rdimda. Manga mana shu nima bo'ldi. Keyin man o'zim hayotda qanaqadir bir qo'rqoq nima edimda. Endi masalan, onkologiya больницасini oldidan o'tsam, onkologiya больницасiga qaramasdim. Xuddi man shu yerga nima bo'laman. Travmatologiya больницасidan o'tsam, nima shu больницаga qaramasdimda. Вот именно shu onkologiya больницасiga kasali bo'lib, onkologiya больницасiga yotib, o'sha yerdan g'alaba qilib chiqib, mana hozir bunaqa nimalar mandan olindida. Masalan, keyin yana bitta narsaga man shunchalik hayotimda shunaqa narsalar yana manga judayam ko'p bo'lgan mo'jizalar. Eng eng основной, eng og'iri, eng kerakli mavzu man uchun mana shu bo'lganligi uchun birinchi man shuni ochdim. Man bekorga shu kasalga bo'lmaganman. Bu kasallik bilan manga xudo ko'p narsani ochdi. Man masalan iymonli, Isoni qabul qilganim bilan shu onkologik kasalliklar uchun ibodat qilishni o'rgandim. Yana boshqa kasalliklar uchun alohida o'shalar uchun vaqt ajratib, o'shalar uchun so'rashimni manga xudo o'rgatdida. Qancha odamlarga man nima berishim, qancha odamlar uchun man duo qilishimni manga o'rgatdida. Mana shuncha kasalliklardan mani xudo o'tkazganiga man to'g'ri man qiynaldim, lekin bizni Rabbimiz biz uchun qanday qiynalgan, u kishini Rabbimizni qiynalgani oldiga bu manga bu narsalar hammasi keyin ochildi. Bu hammasi unutildi, o'sha og'riqlar o'tib ketdi. Shuni shu mobaynida man bilan Rabbimiz ko'p narsani manga ochdilarda, ko'p narsani qilishim kerakligini, qancha narsalar man qilmaganligimni, iymonda bo'lib turib qancha narsani ufskaz qilganman, shuni qilishimligini o'rgatdimda. Man shu kasallikdan shunaqa tarzda o'tganimdan o'zimni qaysidir ma'noda baxtli hisobladim. Man shunaqa man o'zimni bir chempionmi, bir qanaqadir nima deb o'yladimda. Endi manga shunaqa bir bolalarcha nima keldi. Э, Yana nima man demoqchi edim. Hozir unutdim. Esimdan chiqib qoldi. Yana bitta guvohligim bor edi. Основной guvohligim shu. Umijon, mana ovozim yaxshi eshitildimi? Hamma jim, siz jim. Sababi jim qiladigan guvohlik aytyapsiz. Bunga bir so'z aytish qiyin. Chunki bu Shunaqa chaqalni nomini eshitsa odamni nima deydi, tanasini g'ijirlatib o'tadi. Chunki bu oson narsa emas va bu narsani odam boshini o'tkazib ko'rgan odamgina yaxshi tushunadida. shunaqa A, shunaqa deb bo'lgan. to'g'ri aytdingiz. Bu bekorga bo'lmadi deb. Ya'ni Da, endi siz bu narsani boshingizdan o'tkazganingizda, siz bunday holatga tushgan insonlarni yanada yaxshi bilasiz. Ularning yuragini, holatini, ruhiy holatlarini juda yaxshi bilasiz. shunaqa Mana hozir aytyapsiz, ibodat qilyapman men hozirdan, shafob ibodatdaman deyapsiz. da, Shukr.
manda больнitsadan Judayam erishganmiz-da hammamiz. больнitsadan chiqib, man sog' paytimda, sog' normalniy yurgan paytimda man, eee, qaramasdan yurgan odam bu kasallikni boshimdan o'tkazgandan keyin shu больницада borib, eee, u bir tomondan ham achinarli holat uchun yig'laganman, ham o'sha kunga mani Xudo yetkazganiga qo'limni shu mani ichkariga kirib, u kasallarga nima qilishga manga uncha imkoniyatim bo'lmagan. Borib shu devorlarida qo'limni qo'yib, ibodat qilib man yig'laganman-da. Xudoyim, man shular uchun so'rayapman, lekin San mani shu kunga yetkazishing uchun, man shular uchun so'raganim uchun, man shundan o'tganimga man baxtliman deganman. Man nima emasman, chunki man sani qo'lingda, o'zing o'tkazding mani bu holatdan deganman. Keyin yana bitta narsani, vaqtimiz bormi? Yana bitta narsani aytmoqchiman. Yo, vaqt tugayaptimi? Albatta, albatta. Man keyin yana iymonda kelmaganimdan oldin, turmush qurmasdan ota-onam uyida men kenja farzand, endi kenjatoy, endi o'z yo'lida bizda nima-ku sevimli, erkaroq, qanaqadir nima, nima deydi endi, hamma yaxshi ko'radigan, erkalikni ko'taradigan farzand edim. Bir vaqtni o'zida yana mani shunaqa hisoblashardi-da, endi ota-onam, aka-opalarim ham yaxshi, ular ham nima bo'lgan, normalniy farzandlar bo'lgan, yomon bo'lmagan, lekin mani qanaqadir bu nima, mulohazali, xushmuomala, bir mudraya, dono, aqlli, yana ustiga bu bir nima qilmaydi, o'zidan bir yomon iz qoldirmaydi, yaxshi maslahatchi, kenjatoy bo'lsa ham manga shunaqadir nom berilganda, man shunaqadir oilamda bir примерно bu gap manga albatta yoqqan. Man hali turmushga chiqmagan, man iymonda emas, естественно, dunyoda. O'zimni shunaqa deb hisoblaganman, любой joyda shunaqa tutishga harakat qilganman. Действительно, mana hammadayam bo'ladi, nima, o'zimni farzandlarimdayam ko'chada chiqsa, biron ish qilsa, orqasidan biron bo'ladi, endi yoshlikda bunaqa narsalar bo'ladi. Manga ana shunaqa aka-ukalarimda bo'lgan, lekin manda shunaqa qatlam bo'lmaganda, hamma joyda man stol tutishga, o'zimni bir qanaqadir namunali razman shunaqa bo'lsam deb haqiqatan ham shunaqa bo'lgan. Maktabdayam, uydayam, qo'shnilardayam, mana turmushga chiqqanimdayam man endi bilmayman, ular uchun namunali kelinmi, man buning uchun javob berolmayman, lekin har holda namunali xotin bo'lganman, umr yo'ldosh, ona, mana Xudoga shukr. Qanaqadir man nima shunaqa bo'lganman. Hurmatli tinglovchilar, bu maqtanish deb o'ylamanglar. Man birdaniga shuni aytmoqchiman. Aslida man unaqa odam bo'lmagan ekanman. Chunki dunyo ichida konfetga o'ralgan, действительно man shunaqa ko'ringanman. Hatto ishxonadayam mani честный, добросовестный, вот со всех вот bitta ayolga qancha narsa berilsa, shu ayolga berilgan, bitta qizga qancha narsa, yaxshi qiz, yaxshi kelin nom olganman man. Buni ichida mag'rur ham bo'lganman. Lekin buni man bekorga aytmayapman. Bu hech qanaqa maqtanish emas. Man iymonga kelganimdan keyin, turmushga chiqib iymonga kelganimdan keyin shu mana shu oralikda to kasal, mana bu yomon kasal bo'lishimdan oldin albatta bu o'zi просто bo'lmagan buni hayotimda. Iymonga kelganda ishqalanishlar, bunda tozalanishlar bo'lganda man xo'jayinim bilan judayam ahil nima yashaganmiz ham o'sha paytlardayam, lekin baribir ham Xudo manga ochdi. Man na самом деле man unaqa u darajada maqtangan odam bo'lmaganman. Manda ozgina razillik ham bo'lgan, nimayam bo'lgan, o'zimni foydamga maslahat berganman, o'zim bo'lgan. Mana shu man bu bilan nima demoqchiman, balkim bu kim uchundir kulgilidir. Manga shularni ochdi. Isoga, Rabbimizga iymon yo'lida mana shu kerak ekan. U chetdan ko'rilgan ko'p kishiga shunaqa shu holatda uchrashi mumkin-da. Mana shu holat bo'lishi mumkin. O'sha odamlar mana shuni eshitsa o'ziga kerakli nimalarni oladi deb o'ylayman. Manda mag'rurlik bo'lgan. Man примерноyam, man shunaqa yo'q. Aslida unaqa emas. Xudoda mani u mag'rurligim, u xushbichimmi, chiroylimi, mudrami, donoligimmi emas, mani qalbim. Man shu xo'jayinim bilan отношениямыз yaxshi, inoq deyapman, lekin shuni ichida mug'ambirligimni manga ochdi. Man nima uchun manga pulmi, joymi, mashinami shunaqa kerak, shu dunyogayam intilib o'z foydamda qilgan ishlarimni manga Xudo ko'rsatib, shunaqa bir mo'jizaviy, man uchun bu mo'jiza, man uchun bu mazza, bu zo'r, bu narsada manga ochib bergan.
mani kerak bo'lsa o'zimni zaralimga bo'lsayam gapirtiradigan bo'ldi. Oilada farzandlarimga masalan maslahat berishga masalan qizim ba'zida aytadi: "Aya siz juda zararlisiga вот честная". Man dedim: "Может быть, man hozir честная, но vaqtida shunaqa yo'q" dedim. "Man u vaqtidagini tan ololmayman manga, chunki Xudoyim ochdi. U senga emas, senga mana bu hozir man berayotgan mani yo'lim, mani o'gitlarim, mani yo'limdan borganing mana bu sani haqiqiy yo'ling bo'ladi. Uni sen unut" degan manga nima berdida, manga shunaqa Xudo ochiqlik berdi. Mana shu ham mani hayotimda juda katta iymon yo'lida yurishimga kerak. Har bir qadamimda, har bir muomalada biz bu dunyoda yuribmiz. O'zimni xatoyimni to'g'rilashga mana shu yordam berdida. Avval ha, man aytdim, mana shunaqa deyishdi-ku. Demak, mani gapim gap. Demak, man aytdimmi to'g'ri deb man o'zim bilmagan holda mag'rurlanib ketgan bo'lgan. Lekin man o'sha payt hammani oldida juda zo'r ko'ringanman. Lekin menga Xudo ko'rsatdiki, yo'q, u sani aslida u senga kerak narsa emas. U sani abadiy hayotga olib borolmaydi. Sani mana shu hozir ana shu kamchiliklarni o'sha yaxshi bo'lib ko'ringan taqdiringda, ko'ringanday bo'lgan paytingda sani ichingdagi kirlarni chiqazib tashlab, mani yo'limdan borganing, ana shu narsa mani sani abadiy hayotga ega qilishi mumkinligini Xudo menga ko'rsatdi-da. Man buni 100% bu uchun javob bera olaman. Chunki hayotimda man kelin keltirdim, nevarali bo'ldim. Baribir bu hammasi to'y, uni просто одним razmda bo'ladigan narsa emas. Buni hammasi o'zini tashvishlari bor, uni hammasi nervni nimalari bor. Shularda manga shu ochiqliklar manga yordam berdi. O'zimni qanday tutishga. Man demayman, man mukammalman. Yo'q, unaqa emas. Man hayotim davomida iymonga kelganimda man etapna albatta Xudoyimni nimasi bilan harakat qilyapman. Xudoga nima qilishga. Man o'ylayman, man tushunarli qilib gapiryapman. Endi unchalik ham unaqa nimasida chiqib gapirolmayotgandirman. Shuni aytmoqchi edim, Umidjon. Vaqtimiz по-моему tugadi. 21:54. Hozircha shu. Lekin judayam ko'p yana menda bor muhtojliklar, lekin man eng asosiysini o'yladim. Nima bu qilib, tushuntirib, epladimmi, yo'qmi, aytib berdim. Man judayam xursandman. Nihoyat man shu o'zimni boshimdan o'tkazganlarimni aytishga Xudo menga shunaqa imkon berdi. Man hozir judayam baxtliman. Man yelkamdan tog' ag'darilganday bo'ldi. Hech bo'lmasa bitta odamga eshitib, shu nima qilishini xohlardim. Shu mani ochiqligimni eshitishini, nima qilishini istardim. Shu o'zimni ozgina bo'lsayam xizmat qilganimga xursandman. Rahmat, Sabohat opa. Ajoyib bu guvohligingiz. Xudoyim, Rabbimiz Iso Masih hayotingizda ulug'lanayotganidan judayam xursandman. Va bu guvohligingiz endi nima desam bo'ladi, tinglovchilar uchun bir chetdan qarayotgan insonlar uchun bu oddiy hikoya emasda bu. Bu sizni hayotingizda real bo'lgan voqeada donishi. Shuning uchun bu jonlida, ya'ni bu ham ta'sirga ega. To'g'risi o'zim eshitib, boyagi har xil situatsiya, siz tez aytyapsiz, lekin buni har xil situatsiyasi, har bitta vaziyati o'ziga yarasha nima desam bo'ladi, qiyinchiliklar, qo'rquv, stress, umid va umidsizlik, Xudoga berilgan savollar, qancha bunaqa переживаниялар o'tganda bu yerda. Bu narsani agar odam bir bunday tasavvur qilib ko'rsa, bu juda katta stress, juda katta sinov va iymonning sinalishida bu haqiqatda. Va lekin oxiridagi g'alaba va oxiridagi Xudoni bu yo'ldan olib o'tgandan keyingi Xudoni sizga bo'lgan javobi va eng muhim narsa, Xudo Rabbimiz Iso Masih sizni tashlab qo'ymagani. Ya'ni mana operatsiya bo'layotgan jarayonda ham siz aytyapsiz, man Xudoni ko'rdim, Isoni ko'rdim deb aytyapsiz. Ya'ni Rabbimiz Iso Masih kalomda nima deydi? "Men dunyoni oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman." Bu mana shu va'da har bitta masihiyning, har bitta iymonlining hayotida amalga oshadi.
qanaqa holatga tushmaylik, qanaqa vaziyatga tushmaylik, Rabbimiz biz bilan. Agar sizlar uni hayotlaringizga chaqirsalaringiz, tinglovchilar, albatta u sizlar bilan dunyoni oxirigacha bo'ladi. Hech qachon, hech qanday vaziyatda tashlab ketmaydi. Odamlar tashlab ketsin, do'stlar tashlab ketar, qarindoshlar tashlab ketar. Sizni juftingiz ham tashlab ketishi mumkin, lekin Rabbimiz Iso Masih sizni hech qachon tashlab ketmaydi. Uning inoyati doim sizlar bilan birga bo'ladi. Shuning uchun mana shu narsa, mana shu va'da, shunday iymon bilan yashaylik. Har qanday vaziyatda, tushkunlikda, qiyinchilikda, azob-uqubatda biz Rabbimiz Iso Masihga suyanganimizda va unga umid bog'laganimizda, albatta u o'zini zohir qiladi va kuch-qudratini, hokimiyatini hayotingizda ko'rsatadi. Mana bitta opamiz bu hayotida o'zini guvohligi bilan buni aytdi. Har bitta masihiyning hayotida mana shunaqa guvohliklar to'lib toshib yotibdi. Bu birinchi asrda havoriylarda bo'lgan, bu hozirgacha mana 2026-yil hozirgacha davom etmoqda. Ya'ni bu tirik so'z, bu jonli so'z har doim o'zini kuchini ko'rsatib man kelmoqda. man hozir avvalgi holatimda man hech nima qilmayman, chuvstvost qilmayman mana shunaqa kasaldan o'tkazganimni. Man buni o'zim qilmaganman. Mani Xudo o'tkazdi shundan. Bemalol ayta olaman buni-da. Mandan hatto so'rashsa, "San yaxshimisan? Yaxshi bo'lib ketdingizmi?" desa, menga teginadi bu gap. "Man kasal edimmi?" deyman-da. Xohlamayman bu haqida gapirishni. Lekin kerakli paytda man xohlamasligim birinchi o'rinda emas. Buni aytishim kerakligi birinchi o'rinda deb, mayli qiynalsam ham aytishga harakat qilaman. Toki eshitsin buni odamlar. Faqat man tez lekin gapirdim. Tez. Vaqt bir faol. Balkim yana boshqacharoq chiqardi. Bilmadim. Yo'q, yo'q. Albatta zo'r bo'ldi. Muhimi qisqa vaqtda bo'lsa ham ancha narsani aytishga ulgurdingiz va aytyapsiz, aytishni ko'p eslashni xohlamayman. To'g'ri, bu tabiiy holat, chunki eslash bilan birga bu boyagi holatlar yana odamni yuragidan o'tadi, vaziyatlar o'tadi. Bu og'riqli-da, to'g'risi. Haqiqatdan eshitib, to'g'risi ko'zimga yosh keldi sizni. Chunki operatsiya stolida odam yotgandan keyin mana Iso qanaqa holatda odam o'zini Xudoga Isoga topshiryapsiz o'zingizni. Bu ahvolda odamni ko'rish, bu u so'zsiz-da. Har ichi bilan ular avvora, man Xudo bilan gaplashyapman. Man o'zimni sharmanda ko'ryapman, sharmanda holatda. Iso Rabbimiz biz uchun qanaqa sharmanda holatda o'tgan. Man tenglashtirdim. Qaysidir ma'noda, qaysidir bo'lakcha Xudo Rabbimizni bir qanaqadir azoblarni bir bo'lakchasini shuncha bo'lakchasi shuncha menga og'irlik qilib, o'zimdan shunaqa представление qildimki, man sharmanda, mana yutuqman, sani qo'lingda hech narsa qo'limdan kelmaydi degan nima. Lekin man shuni aytganim bilan qanchalik qiyin bo'lsa, shunchalik man baxtiyorman-da. Bilasizmi? Xudo mani sevib shu narsadan mani o'tkazgan, demak, mani shunchalik Xudo sevar ekan deb nima qilaman. Ba'zida o'tirib uyda tok urganday bo'ladi. "Man shunaqa qasamda o'tkazdimmi-a?" deyman-da. O'zimni bunday chimchilab qo'yaman. "Неужели man shunaqa bo'lganman?" deb shunaqa hayajonlanib, ta'sirlanib ketgan paytlarim ham bo'ladi. Umidjon. Shu Xudoga shukr. Muhimi bu narsalar ortda qoldi. Mana hayot davom etyapti va men shunday aytib qolardim, mana bizni tinglayotgan tinglovchilar, endi bu yerda har xil din vakillari bor albatta. Agarda kimdadir hayotda qiyinchiliklar, umidsizlik, shunaqa bir tushkunlikda, dunyo odamni ko'ziga qorong'u bo'lib, hech qayerdan bir umid ko'rmayotgan bo'lsangiz, o'zi sahifamni maqsadi ham shu, umid manbaini odamlarga ko'rsatish, yetkazish, eslatish. Ya'ni kimga umid qilish kerak? Shu butun borliqni yaratgan Xudo, ya'ni bizni yaratuvchimiz bo'lgan Rabbimizga umidingizni qaratishni so'rardim. Ana shunda sizlar tasalli topasizlar. Sizlar hayotni ma'nosini, mazmunini, nima uchun bu hayotda Xudo sizlarni yaratdi? Aynan shu narsalarga sizlar Xudoda javob topasizlar. Endi Xudo qanday aytadi? Xudo baland ovozda bunaqa osmondan gapirmasligi mumkin albatta. Xudo o'zini muqaddas kalomi orqali
har bitta insonga gapiradi. Shunday ekan sizlar Xudoni eshitmoqchi eshitib bo'lsalaringiz ha, Xudoni sizlar eshitmoqchi bo'lsalaringiz, Xudoning muqaddas kalomiga yuzlaninglar. Muqaddas kitobni o'qib, Xudo haqida, Xudoni xarakteri haqida uni tanib bilishlaringiz mumkin va shu bilan birgalikda o'zliklaringizni ham, ya'ni nima uchun bu dunyoga kelgansizlar? Nima maqsadda Xudo sizlarni yaratdi? Aynan shu savollarga ham muqaddas kitob javob bera oladi. Muqaddas kitobni qayerdan olamiz deganlarga, Oy Marketda muqaddas kitob deya poisk bersalaringiz, ya'ni izlash tugmasini bossalaringiz, do'ppi shaklida chiqadi. Bemalol uni yuklab olib, o'qib, Xudo haqida va boyagi aytgan barcha savollarga sizlar javob topa olasizlar. Bu kitob rasmiy tarzda kitob shaklida ham bor. Bemalol o'qib o'rganishlaringiz mumkin. Shunday ekan azizlar, bizni o'zi umuman efirimizga ajratilgan vaqt ham yakunlanib bormoqda. Juda ham xursandman. Sabohat opa, shunday guvohlik bilan bo'lishganingiz uchun minnatdorman. Oxirigacha bizni tinglab kelgan tinglovchilar uchun ham rahmat. Sizlar bilan albatta keyingi jonli efirlarda ko'rishguncha deb qolaman. Barchaga Xudo yor bo'lsin. Xudo hammalaringizni marhamat qilsin.